Jamshid Murodov, O'zbekiston ipoteka qayta moliyalash kompaniyasida kapital bozor tahlilchisi sifatida faoliyat yuritib boryapman. Xalqaro Westminster universitetini ekonomika sohasi bo'yicha bitirganman. Ilk faoliyatimni bank sektorida, g'aznachilik departamentida boshlaganman. U yerda moliya bozori va moliyaviy instrumentlar haqida bilim orttirganman. Keyinchalik Londonga borib, Brunel universitetida moliya va investitsiyalar yo'nalishida magistratura o'qidim. U yerda xalqaro va moliya bozori haqida bilimlarni yana kengaytirdim. O'qishni bitirganimdan so'ng O'zbekiston ipoteka qayta moliyalashtirish kompaniyasi meni e'tiborimni tortdi va bu yerga o'z rezumemni tashladim va qaror qildim shu kompaniyada ishlashga. Kompaniyada asosiy ish faoliyatim bu obligatsiyalar emissiyasi. Misol uchun, kompaniya ilk bor 50 milliardlik yashil obligatsiyalar O'zbekistonda emissiya qildi va men juda ham xursandman bu emissiyaga o'zimning hissamni qo'shganim uchun. Undan tashqari moliyaviy instrumentlarni analiz qilib boraman, bo'sh mablag'larni investitsiya qilaman. Umuman aytganda, kompaniyada kelgandan keyin tajribam yana ham oshdi. Birinchi va ikkinchi toifali qimmatli qog'ozlar bo'yicha sertifikatlarni oldim. Istiqbolli loyihalar Milliy agentligi tomonidan berilgan. Umuman aytganda, kompaniyani menga yoqadigan jihati bu har doim o'sish va bu jihatni men Londonda yashaganimda juda ham ko'p solishtiraman. O'sha Londondagi muhit kompaniyada ham bor va bu menga juda yoqadi.